Assalomu alaykum. 14-iyul sanasida tug'ilgan yaxshilardan-da yaxshi insonim. Bugungi ayyomlaringiz Allohimizga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Allohim xonadoningizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, taningizga sog'lik, salomatlik nasib etsin deya kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi boshlovchisi mashhur sizlar bilan birgalikda g'oyibona didor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va bugun siz uchun taqdim etilgan chiroyli tabrik maktublarini yaqinlaringiz tomonidan siz uchun o'qib eshittirmoqchiman va men boshladim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Maqsudaxon ona, azizmisiz? Albatta. Onajonim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Alhamdulillah. Rahmat Kayfiyatlar onajonim. juda yaxshida. Bor Zo'r bo'ling. kayfiyatlar. Bor bo'ling onajonim. Bugungi shukronalik kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Voy, o'rgilib ketay, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham tan joninglar sog' bo'lsin. Meni yoshimga yetib, nevara, chevara, evarali bo'lib yurgan Alloh nasib qilsin deylardi. Ilohim, rahmat onajonim. Aytganingiz kelsin, o'zimni tanishtirib o'taman. Ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan boshlovchi qizingiz Mashhura bo'laman onajon. Ruxsatingiz bilan albatta birozgina vaqtingizni olib suhbatimizni chiroyli tarzda davom ettirsak maylimi? Mayli, shukr. Xo'p bo'ladi, rahmat onajon. Yetganiga shukr. Rahmat onajonim, rahmat. Allohim sizni sevgan bandamdir desin, Rasululloh chin ummatim desin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin, olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz, yangi yoshlaringiz muborak bo'lsin onajon. Allohga shukr, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Inshaalloh. Sizlardan ham har qadaminglar qutli muborakli bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Kuyovga chiqqan bo'lsangiz, xo'jayingiz bilan, o'g'lim bilan qo'sha qaring. Ilohim, ota-onangiz vaqtiga eson bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat onajonim, bor bo'ling, aytganingiz kelsin. Onajonim, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p. Ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan ikki yaqin insoningiz bor ekan. Ushbu insonlaringiz bizga murojaat qilib, siz uchun atalgan chiroyli tabrik maktublarini, she'r satrlarini va albatta chiroyli taronasini taqdim etgan. Aynan kimligiga taxminingiz bormi onajon yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Endi nevaralarim bor, chevaralarim bor, qizlarim bor, o'g'illarim, kelinlarim. Taxminan endi kim bo'lishi mumkin? Xo'p bo'ladi onajon, sizga birozgina yordam beramiz. Bizga murojaat qilgan insonlaringizdan tog'ajiyanlar bizga murojaat qilgan onajon. Birdaniga ikkita insoningiz bizga murojaat qilgan. Biri o'g'lingiz, biri nabirangiz ekan. Tog'ajiyan bizga omonatlarini topshirgan. Ushbu insonlaringiz aynan kimni? Ismlarini topa olasizmi onajon? Nevaralarimdan katta nevaram Nafisaxon, Naziraxonlar bo'lishi mumkin. Ushbu birinchi taxminingiz juda ham to'g'ri. Nafisaxon, nevara qizingiz Nafisaxon. O'g'illaringizdan toping-chi endi onajon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim. Kimni toping? O'g'illaringizdan kim bo'lishi mumkin? Tog'ajiyan bizga murojaat qilgan. Tog'ajiyanlardan o'g'illarimdan endi Abrorbegim bor, Ahrorbegim bor. Xo'jakbar bor. Abdulaziz bor. Nevaralarimdan Islombek o'g'lim bor, kelinlarim bor. Xo'p bo'ladi. O'g'illaringizdan kimisi bo'lishi mumkin? Katta o'g'lim bo'lsa, Rossiyadagi o'g'lim bo'lsa, Ahrorbegim bor. Albatta. Uydagi bo'lsa, Abrorbegim bor. Ushbu katta o'g'lingiz safarda yurgan musofir o'g'lingiz Ahrorbek akamiz bilan nevara qizingiz Nafisaxon ikkalasi birgalikda siz uchun juda ham chiroyli, samimiy tabrik maktublarini, she'r satrlarini, taronalarini taqdim etgan onajon. Birin-kettalikda ruxsatingiz bilan o'qib eshittirsak qabul qilasizmi? Albatta. Xo'p bo'ladi onajon. Alloh rozi bo'lsin, albatta.
Inshaalloh barchamiz rozi bo'lsin. Ko'zlarimdan yosh, quvonch yoshlarim bilan kutib olaman. Xo'p bo'ladi, rahmat onajon. Marhamat bo'lmasam tog'ajiyanni sizga atagan tabrik maktublari. Assalomu alaykum aziz va mehribonimiz. Bugungi qutlug' ayyomingiz munosabati bilan biz sizga eng samimiy ezgu tilaklarimizni yo'llaymiz. Alloh umringizni ziyoda, sog'ligingizni mustahkam, qalbingizni esa hamisha xotirjam qilsin. Siz bizning xonadonning fayzi, mehr, muhabbat manbai va duolari ijobati bo'ladigan aziz insonimisiz. Har bir bergan nasihatingiz, har bir qilgan duoyingiz va hayotimizga baraka va nur olib kelgansiz. Boringizga shukr. Biz tog'a va jiyan siz bilan doimo faxrlanamiz. Yuragingizdagi mehr, yuzingizdagi tabassum va oq fotihangiz biz uchun eng katta boylikdir. O'g'il sifatida onajon siz bilan faxrlanaman. Meni shu yoshga yetkazib, dunyoga keltirib, ulg'aytirib, oq yuvib, oq tarab, hech bir farzanddan kam qilmaganingiz uchun, hech bir farzandga havas qilib qaragudek bo'lmadim, chunki shunchalik onalik qildingizki, onajon, birovga havas qilmadim. Ilohim har doim shunday baxtli, sog'-salomat bo'lib, farzandlaringiz va nabiralaringiz, evarlaringiz rohatini ko'rib yurishlikni nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin aziz onajonim. Baxtimga sog' bo'ling. Amin. Bu jonim, mehribonim mening. Barcha orzu istaklarimizni ushaltirgan, umringizni fayzli qilsin Allohim. Baxtimizga sog' bo'ling. Har doim duoda bo'lib, yonimizda bo'lib, soyamiz bo'lib yuravering bujon. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Nabira qizingiz sifatida siz bilan juda ham faxrlanaman. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz va doimo duolaringizni olish baxtiga muyassar bo'laylik ilohim. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, Allohim ijobatini bersin. Hamisha o'ylarimiz to'g'rida duogo'yimiz bo'lib o'tiravering. Alloh umringizni uzoq qilsin. O'g'lingiz sifatida onajonim sizga sog'inchli salomlarimni yo'llab, 2 satr she'rlarimni siz uchun qoldiraman. Onajon deb yig'lamagan yurak emas, gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar qilgan nolam uchun o'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni onam uchun, jannatlardan o'zga tilak emas, gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomini solib boray. Onam uchun meni borimni fido qilay, yulduz oy falak emas, gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Baxtimga hamisha sog' bo'ling onajon. Sizga sog'inchli salomlarimni yo'llab, inshaalloh keyingi kunlarda oldingizda, bag'ringizda bo'lib, ushbu kunni nishonlashlik birgalikda nasib etsin. Mehr bilan, hurmat bilan o'g'lingiz va nabira qizingizdek maktublar yakunlangan ekan onajon. Yakunlamasini o'qing, quloq solyapman. Ushbu sog'inchli salomlari bilan farzand ne'matingiz bilan nevara qizingiz maktublarni yakunlab, siz uchun sog' salomatlik tilab qolishgan ekan onajon. Amin, amin. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Meni yoshimga yetdi, mehribon ola, mehribon ena, opa, aka bo'lib yuringlar. Allohim bir-biringlar bilan hammanglar oila a'zolari bilan tinch bo'lsin, salomat bo'lsin. Meni yaxshilik kunlarim ko'rib yurgani hammaga dunyodagi insonlarga yaxshilik kunlarim tilayman. Rahmat qizim, omon bo'ling, sog' bo'ling. Hamisha tug'ilgan kunlarda shunday chiroyli maslahatlar bergani nasib qilsin. Ilohim onajonim, rahmat aytganingiz kelsin. Albatta. Uzun bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Rahmat onajonim, chiroyli tilaklaringiz hamisha o'zingizga hamroh bo'lib, ilohim 100 yoshlarga kirib, 100 yoshlar bilan yuzlashib, dunyo turguncha turib, shu farzandlaringiz rohatini ko'rib, uylarni to'rda hamisha duogo'y bo'lib o'tiravering onajon. Rahmat qizim, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Meni tabriklaganlar ham hammasi Alloh umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Meni yoshimdan ham ulug' yoshlarga yetib yurgani Alloh nasib qilsin. Allohni hamisha panohida bo'linglar. Alloh hamisha aziz qilsin. El yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga hamisha tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Xonadoninglarga tinchlik bo'lsin, ilohim. Ilohim. Qizlaringlar baxtiyomonlik ko'ringlar menga o'xshab. Ilohim rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tinchlik, omonlik, xotirjamlikda yana biz birimiz bilan yana yillarga ham yana shunaqa suhbatlaringizni eshitgan Alloh nasib qilsin qizim. Onajonim, rahmat onajonim, aytganingiz kelsin. Rahmat. Albatta qizingiz Nafisa qiz nafaqat chiroyli tabriklar bilan chegaralanib qolmagan holda siz uchun chiroyli taronani maxsus taqdim etgan onajon. Marhamat, nabira qizingizdan qabul qilib olasiz. Mayli qizim, mayli, Alloh rozi bo'lsin. Mag'zi shirin degan buvim sizdan uzun aylanay, navaram deb
jonini bergan ey buvim sizdan o'zim o'rgilay ro'mollari boshga yarashgan o'smalari qoshga yarashgan ey ro'mollari boshga yarashgan o'smalari qoshga yarashgan hamma havas bilan qaragan ey buvim sizdan o'zim aylanay buvim sizdan o'zim o'rgilay Onajonim, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Ilohim onajonim, aytganingizga rahmat. Yana yillarga ham, yana shu kunlarga ham Alloh yetkazgan nasib qilsin. Ilohim aytganingizga onajonim, rahmat. Onajonlar sog' bo'lsin. Rahmat onajonim. Qizlarimga ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Meni hurmat qilib tug'ilgan kuni bilan tabriklam bo'lsa, ularda ham yaxshi kunlarda men ham xizmatida bo'lay. Ilohim aytganingizga rahmat onajonim. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz onajon? Va albatta Rahmat, roziman. Mana rahmat. ashulalarga o'yinga tushib to'g'rim to'xtab qoldi-da. Rahmat onajonim, bor bo'ling ilohim. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi Ilohim bo'ling. sizdan sog' bo'ling, salomat bo'ling. El yurtda xizmat qiladigan chiroyli natavar qizlardan bo'ling. Aziz bo'lsin, Alloh aziz qilsin, oltin boshingiz omon bo'lsin. Ilohim Topganingizga aytganingizga. Alloh baraka bersin. Juda gap ko'p, shirin gaplar juda ko'p. Rahmat onajonim, rahmat onajonim. Allohga omonatsiz sog' salomatda bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Bo'pti, siz ham salomat bo'ling. Xo'p, bo'ladi, Ismingiz nima? Mashhura onajon. Ilohim mashhurxon. Bo'pti, Xo'p, qizim. rahmat onajon. Hamisha mashhur bo'ling. Ilohim El yurtga aytganingizga mashhur rahmat. bo'lib yuring. Ilohim, Bo'pti. rahmat onajon. Bo'pti, sizni tuqqan ota-onalaringizga ham rahmat. Rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ota-onangizni hamisha xursand qilib yuradigan mehribon qizlardan bo'ling, qizim. Ilohim, rahmat onajonim, aytganingizga rahmat.